Germaniyaning Frankfurt shahrida CPCI xalqaro farmatsevtika ko'rgazmasida milliy o'zimizni Made in Uzbekistan stendida qatnashmoqchimiz. Ko'pchilik O'zbekiston ishlab chiqaruvchilari ham bu stendda ishtirok etishyapti. Bu CPCI ko'rgazmasida O'zbekiston farmatsevtik mahsulotlarini namoyish qilinishi O'zbekiston tarixida birinchi marta. Prezidentimiz tashabbuslari bilan o'z mahsulotlarimizni va O'zbekistonda boshqa farmatsevtika sohasidagi ishlab chiqaruvchilar ham ishtirok etishmoqda. Bu ko'rgazmadan maqsadimiz O'zbekiston mahsulotlarini butun dunyoga tanitish, eksportni yana ham rivojlantirish hisoblanadi va Aziya Immunopreparat korxonasi ham bugungi kunda o'zini innovatsion mahsulotlari bilan ishtirok etmoqda. Aziya Immunopreparat korxonasining Bacteriafag dori vositalari bu innovatsion dori hisoblanadi. Bu antibiotikga o'rnini bosuvchi va antibiotik rezistentnisga qarshi bugungi kunda 2025-yil may oyida Butunjahon Sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan e'lon qilingan patogen shtammlarga qarshi antibiotikga o'rnini bosuvchi mahsulotlar sifatida Bacteriafag haqida maqola e'lon qilindi va mana shu mahsulot hali Yevropa ittifoqida dori vosita sifatida hali ishlab chiqarilmaydi shu kunda. O'zbekiston esa dunyoda sanoqli davlatlar qatorida Bacteriafagni ishlab chiqarish texnologiyasi va GMP asosidagi zavodiga ega bo'lgan mamlakat hisoblanadi va bu ko'rgazma eksportni rivojlantirishimizda Yevropa ittifoqida butun dunyoda bu innovatsion O'zbekistonda ishlab chiqarilgan dori mahsulotlarini eksport qilishlik uchun juda ham bir muhim bir qadam va imkoniyat hisoblanadi.